Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz bilan o'tgan darsimiz mavzusi trigonometrik tanimlar va ularning sistemlarini yashash. Birdilla hisob chiqarishdan boshlaydik, chunki bu mavzuning asobiy qanaqdir bilsam bu mavzu loyiq bir teoriya yo'q, chunki bu mavzu yoki bu trigonometrik yashashda biz o'tgan barliq formulalarni qo'llanish kerak. Shuning uchun trigonometrik yashashning asli usullari qo'llanilgan usullar yoki desak bo'ladi har xil. Shunlashqa hozir diqqatingni buni tanlashni ko'raylik. Sinus x qo'shilgan sinus 5x ilan 2 kosinus 2x. Bu tanimni nima qiladi? Biz 9 sinfda trigonometrik funksiyaning qo'shimchasini ko'paytirishga turlantirgan formula o'tdik. Yoki sinus alfa qo'shilgan sinus beta degan formulani biz bilamiz. Mush formulani berilgan ikki funksiyaga yoki sinus x qo'shilgan sinus 5x funksiyalarga foydalanma. Demak, bu formula bo'yicha davomini boshida 2 sinus argumentlarni qo'shib 2 bo'linma. X ga 5x qo'shsam 6x, 2 bo'lsam 3x. Anikin kosinus deb yozamiz. Argumentlarni elib 2 bo'lamiz. X dan 5x olsam minus 4x. Biroq kosinus juft funksiya minus 4x bo'lsa, o 4x deb yozgan bo'ldi. Uni 2 bo'lsam 2x. Elingan 2 kosinus 2x ni o'z ichiga ko'chiramiz. Andikin umum ko'paytgich bizda kosinus 2x ham 2 baki bizda. Buni umum ko'paytgich transformator chiqamiz. 2 kosinus 2x tırnak içinde bizde qoldi sinus 3x minus 1 teng 0. Ayrım-ayrım 0 tanıştırımız. Kosinus 2x teng 0'ga yoki sinus 3x minus 1 teng 0'ga. 2x teng kitapning birinchi bitida teng 0 degan xususiy ahvol bor. Ayrim ahvolda biz qo'ydi ba'zi bir kitoblarda buni tayyor javobi kosinus 0 bo'lgan vaqtida manasi bu javobga pi bo'lgan 2 qo'shilgan pi n deb yozamiz. Bu yerni x deb uchun barlig'i 2 bo'lsam pi bo'lingan 4 qo'shilgan pi n bo'lingan 2 bo'ldi. Yani ikkinchisida sinus 3x teng 1 bo'ldi. Bu 1 bo'lsa xususiy ahvol. 3x teng 1 bo'lganki javob bizda pi bo'lingan 2 qo'shilgan 2 pi m deb qo'ysak bo'ldi. Bizda n bor. Shu chog'da bu x teng 1 birlab 3 ga bo'lib pi bo'lingan 6 qo'shilgan 2 pi m bo'lingan 3. Yani bu yerda n hem m saldırı bu bütün salla jığını. Mana bizning chiqqan hisobimiz. Kelasi misol. Bundaq misol qarashtirdik. Kosinus argumenti 70 qo'shilgan x ko'paytirilgan kosinus argumentida x minus 20 dan 2 dan 1. Bu yerda biz kosinus alfa ko'paytirilgan kosinus beta degan formula bor. Yoki bu formula nomi trigonometrik funksiyalarning ko'paytirishni qo'shni va ayrimga turlantirish deb ataldi. Tanikin mush formulaning davomini bu berilgan hisobga foydalanma. 2 dan 1 da boshida kosinus argumentlarni o'z ichiga qo'shamiz. Yoki 70 gradus qo'shilgan x ilgan 20 gradus. Anikin qo'shilgan kosinus deymiz. Endi argumentlarni alamiz. 70 gradus qo'shilgan x minus x plus 20 keladi bu yerda. X teng 2 dan 1 deymiz. Her iki tarafdagi 2 dan 1 bilan o'zaro qisqartirib o'tamiz. Bizda qoldi kosinus bu yerda 2x qo'shilgan 50 gradus. Bu yerda x o'zaro 0 ga qisqaradi. 70 gradusga 20 gradusga 90 gradus. Kosinus 90 gradusga ma'nosi 0 yozmasak bo'ldi. Teng. Bular qisqarganda 1 dan tegadi. Demak teng 1 bo'ldi. Bu yerdan 1 dan bo'ldi. Endi 2x plus 50 gradus teng 1 deganki ma'nosi bizning javobi kitobda birinchi qattiq betida bu 2 pi n 2x teng
minus 50 gradus oldu. Qo'shilgan 2 pi n x tip üçün bir-birlep 2 bölütümüz minus 25 gradus qo'shilgan pi n ta'luq z biz qo'yiliq. Kelesi misal kosinus 5x elingan sinus 5x elingan sinus 7x qo'shilgan kosinus 7x teng 0 dedi. Bu yerde o'xshash funksiyalarni to'plab olay. Kosinus 5x qo'shilgan kosinus 7x bir tırnaqçıqa qo'shilgan deymiz minus sinus 5x minus sinus 7x teng 0. Bu funksiyalarni o'zaro qo'shamiz. Qo'shadigan taya o'zining formulasi bor. Kosinus alfa qo'shilgan kosinus beta degan formula bo'yicha shu formulaning davomi tengligini biz 2 kosinus alfa plus beta argumentni qo'shib 2 bölütümüz. İkisini qo'shib 2 bölütsek 6x bo'ldi. Anki kosinus argumentni etsek minus 2x biroq kosinus ucu funksiya keladi. Isimizni chiqarmaylik. 2x 2 bölütsek minus x bo'ldi. Anki bu yerda minus tamg'isini oldiga chiqarib etsek, buni biz eğer minus tırnak alda çıkan halde bunu sinus 5x qo'shilgan sinus 7x deb yazgılı bo'ladi. Demek bu yerda sinus funksiyalarını qo'shindini ko'paytindagi turgan formula bor. U formula davomi 2 sinus deydi. Argumentini qo'shib 2 bölütümüz. Argumenti 5x 7x qo'shib etsek 12x 2 bölütsek 6x anken kosinus deymiz. Argumentini evetip 2 bölütümüz x bo'ldi. Teng 0'ga. Umumiy ko'paytkichni transfer chiqaramiz. 2 kosinus x'ni transfer chiqar. Şu bizde qoldi kosinus 6x elingan sinus 6x teng 0. Bu yerni ayrim 0 tanıştırırız. Kosinus x teng 0'ga yoki kosinus 6x elingan sinus 6x teng 0'ga. Birinci ələhdə t'ye cavabı bize pi bölünген 2 qo'shilgan pi n. İkinci ələhdə eğer iki türlü funksiya muş haletdə hem argumentrim birdek bolsa, qarаңlar, iki türlü funksiya kosinus ve sinus ve argumentrim birdek bolsa, iki funksiyani birəsini böletsek buldu. Ben bu haletdə kosinus 6x'ga bir-birlep böleyim. Kosinus 6x böletsem 1 boldu. Elingan sinus 6x kosinus 6x bölsem tangens 6x. Çünkü sinus kosinus bölsek tangens çıkıyor. Argumentler özgermeydi teng 0'ga. Minus tangens 6x teng minus 1 boldu. Minus 1'ge köpeytip bitey. Her iki tarafını tenglemenin şurada tangens 6x teng 1'ge boldu. 6x teng 1 bolsa biz t'ye cevabı kitabımızda. Tangens qancha grası 1'ge teng o pi bölüngen 4 2 45 grası qo'shgan pi n periyodni unutmaylik. N bolsa m deb yazgılı boldu. Endi x tip üçün bir-birlep 6 bölüdü. Şurada pi bölüngen 24 qo'shilgan pi m bölüngen 6. Şu çaq bize cevabı. Mana birinci cevap, mana ikinci cevap. Kelesi bizde bundaq tengleme. 4 kosinus kvadrat x qo'shilgan sinus x ko'paytirilgan kosinus x qo'shilgan 3 sinus kvadrat x elingan 3 deydi. Bu holatni muqimi 4 kosinus kvadrat x'in sinus x köpek kosinus x öz piç gücü olma. Yani bu yerde umumiy köpeytiş 3'ün transferini çıkartaylık. Qo'shilgan 3 desek bizde qoldi sinus kvadrat x elingan 1 bo'ldi teng 0. Yani qaranglar, eğer biz 1'den sinus kvadrat x algan bolsak kosinus kvadrat x bo'ldi. Bu yerda elin qo'shishdan o'rni almashgandan keyin bu yerda javobim chiqdi minus kosinus kvadrat x bo'ldi. Chunki bu yerda aksincha e'yotdi. Demak 4 kosinus kvadrat x'ni o'z pechi qilib ko'chirdim. Qo'shilgan sinus x ko'paytirilgan kosinus x minus 3 kosinus kvadrat x teng 0'ga. O'xshash azalarni jo'xtiraylik. Şurada bizde kosinus kvadrat x elingan sinus x ko'paytirilgan kosinus x qoldi teng 0'ga. Umumiy ko'paytkich kosinus x'ni transferda chiqaraylik. Bizde kosinus x elingan sinus x teng 0 bo'ldi. Bu yerda ayrim 0 tanıştırırız. Kosinus x teng 0'ga yoki kosinus x elingan sinus x teng 0'ga.
Bu holatda bizning javobimiz x teng pi bölüngen 2 qo'shilgan pi n bo'lsa, bu holatda biz nima qildik? Bir-birlab kosinus x ga bo'ladik. Argument x bo'lsa, kosinus x. Argument 2x bo'lsa, kosinus 2x bo'ladik. Demak, kosinus x bo'latsak, bir-birlab bir ilingan tangens x teng 0 degan tengni olamiz. Bu yerdan tangens x teng 1 ga x teng pi bölüngen 4 qo'shilgan pi m deymiz. Şu biz iki cevabı. Mana birinci cevap, mana ikinci cevap. Pi m desek bo'ladi. Yoki n m bu bütün sonlar yig'inidan. Kechirsa hisobni asar oxir ko'rinmay qolibdi. Mana bir-birlab kosinusga bo'latdim. Şu çağda bir element tanix x teng 0 çıkdı. Bir tanix x teng 1 ga x teng yoki tanix qancha gradus 1 ga o 45 gradusga qo'shilgan period pi m deymiz. Birinchi javobi mana bo'ldi. Bu cevap bo'ldi. İkinci cevap mana. Yoki n m bu bütün sonlar yig'inidan. Kelasi bizning tanimiz sinus x elan kosinus x deydi. Teng to'g'risida 2/3 deydi. Bunda tenglarni qanday ishimiz? Oldingi tengimizda o'ng tarafida 0 bo'lgan holatda biz ikki funksiyani birasiga bo'lib o'tgandik. Endi son bo'lsa qanday qilamiz? Bu yerda qo'shimcha bo'lim kirgizish orqali. Yoki biz bundaq yozsak bo'ladi. To'g'risi 2dan to'g'risi 2 deb yozsak, bu 1 ga teng. Birni qanaqdir bir son ko'paytsak, yoki sonni o'zi chiqadi. Demak, sinus x elingan to'g'risi 2dan to'g'risi 2 kosinus x teng to'g'risi 2dan 3 deb yozsak, ishdan bo'lmaydi. Shunday qo'y. Mana bu yerda bo'lib o'tsak 1ni funksiyal ko'paysa qayta o'zi chiqadi. Endi biz to'g'risi 2 ni, so'rdik to'g'risi 2 ni tirnoq sirtda chiqarib aytaylik. Shu yerda biz qoldi 1 bo'lingan to'g'risi 2 sinus x elingan 1 bo'lingan to'g'risi 2 kosinus x teng. Buni ayrim-ayrim yozsak bo'ldi. To'g'risi 3, to'g'risi 2. Endi biz bu yerda irratsionallikdan qutulib her ikki funksiyani oldidagi sondan. Endi bu to'g'risi 2 ni qutulish uchun o'ng taraf sonni to'g'risi 2 bo'lib o'tsam bo'ladi. Old bilan irratsionallikdan qutulib olay. To'g'risi 2 irratsional qutulsam to'g'risi 2 bo'lgan 2 bo'ldi. Sinus x elingan kosinus bunu aldım. Keçirse to'g'risi 2 bo'lingan 2 bo'ldi. Kosinus x teng to'g'risi 3dan to'g'risi 2. Ben bu to'g'risi 2 ni qutulish uchun to'g'risi 2 ga bir-birlab bo'layman. Böylece bu to'g'risi 2 ni qutuldi. O'ng tarafida to'g'risi 2 bo'lib maxrijiga ko'paytirildi. Endi qaranglar. To'g'risi 2 bo'lgan 2 bu sinus bilan kosinusning 45 gradusi teng. Biroq men birinchi funksiya uchun buni kosinusning 45 gradus bilan almashtiray. Sinus x ni ko'chirma elingan buni sinusning 45 gradus bilan almashtiray. Kosinus x ni o'z pichiga ko'chirma teng. Men to'g'risi aldik 2 to'g'risi 2 ni qutulish uchun to'g'risi 2 ga bo'lib o'tgandik. Yoki bu to'g'risiga bo'linganda ikkinchi kasrning maxriji ko'paytirildi. Shu chog'da bu yerda to'g'risi 4dan to'g'risi 3 bo'ldi. Endi qaranglar. Argumentlar qanday? Bir xil bo'ldi. Demak, buni alfa desek, bu alfa bo'ldi. Buni beta desek, bu beta bo'ldi. Yoki biz buni trian funksiyaning qo'shish formulasi bo'yicha bunday qilsam bo'ladi. Sinus x elingan 45 gradus deb yozsak bo'ldi. Teng bu yerda 2dan to'g'risi 3. Endi argumentini o'z pichiga ko'chiramiz. Pi bo'lingan 4 desek bo'ldi. 45 gradusga teng. Endi to'g'risi bo'lingan 2 yoki bu minus 1 ning n darajasi deymiz. Bu bizda 60 gradusda pi bo'lingan 3 qo'shilgan pi n bo'ldi. X tip uchun minus 1 ning n darajasi pi bo'lingan 3 qo'shilgan pi bo'lingan 4 qo'shilgan pi n deb periodni o'z pichiga ko'chiramiz. Shunday hisobimiz chiqdi. Kelasi bizning tengimiz sinus kvadrat x elingan 3 sinus x qo'shilgan 2 teng 0 deydi. Bu yerda o'zini qarasa bir xil funksiya, argumentning bir xil.
O'çal sinus x'ni teng a deb belgiley. Şodan bolu a kvadrat elingan 3a plus 2 teng 0 bolu. Bizi kvadrat tengim keldi. Bu tengim yişip görsek bize a1 teng 1 bolu. A2 teng 2 bolu. Yani a'nın orduğa biz sinus x a deb belgiledik. Demek a'nın orduğa muş tegişli çıkan cevaplarını koyumuz. Birinci aletde sinus x teng 1 bolu. İkinci aletde sinus x teng 2 bolu. Sinus x teng 2 degenge birdilla yişimi yok deb yazsak bolu. Çünkü sinus özü bu minus 1 bilen 1'den aşmaydigan funksiyadır son ma'nolari. Yoki maksimalni ma'nosi 1 teng, minimalni ma'nosi minus 1 teng. Yoki mush ikki soni orasida bo'lishi kerak. Agar bu sonni sal ishib ketsa yoki bu sonni sal kichiklashib ketsa, kichik bo'lsa u son demak sinus x ning funksiyasining tenglamasına yeshimi bo'lmaydi. Sinus x funksiyasining ma'nosi bo'lmaydi. Bu yerda x teng t javobi bizda pi bölüngen 2 qo'shilgan 2 pi n deymiz. Yoki sinus 90 gradus 1 teng, 1 bu har bir 360 gradus 1 qaytilib keladigan ma'no. Kelesi hesabımız sinus 3x bölü sinus 3x teng 0 deydi. Bu yerden sinus 3x teng 0 bolu, sürtü 0 bolaydı ama mexirci 0 bololmaydı. Teng emas 0'ga deymiz. Çünkü son 0'lık bölüşük olmaydı. 0 ne son bölüşük olur. Şunun için 0 dep karıştırırız. Bu yerda 3x teng sinus qancha gradus 0 teng? Bu bizde 0 gradus teng. Şurada da pi n bolu. 40 periyodimiz koyumuz. X tipi için pi n bölüngen 3 deymiz. Endi biz bu şeyden x tipi dedik x teng pi m deb yazımız. Sinus 0 teng 0'da yoki 0 qachon teng? 0 gradus teng. Faqat period yoki mayda teng emas, demak teng emas deb yozamiz. Endi o'zingizlar ko'rasizlar, bu yerda pi n bölüngen 3, mayda pi m deydi. 180 gradus'un qanaqadir bir son köpeytip 3'e böldük. Bu yerda 180 gradus. 180'ni 3'e böletsek 60. Bu yerda 180. Dursunmu? 180 60'a bölündü. Demek pi n bölü 3 gibi əsirlik bolaydı. O çağda muhtaq halatda bizim de yazımız. Bu funksiyamız bizde pi n bölü 3'ünü qabul qildi. Amma pi m degan ma'noni qilmaydi, qabul qilmaydi. Pi bilen pi'ni qisqartıyordumuz. Bir de n teng bolu 3 m bolu. Yani teng emas bo'lgandan keyin teng emas yozilmiş. Orada cevabı pi n bölüngen 3 n teng emas 3 m ga. Bir de n m bütün sallar jağındadır. Kelesi tanımı sinus kvadrat x qo'shilgan sinus kvadrat 2x ilg'i sinus kvadrat 3x teng sinus kvadrat 4x qiladi. Agar kvadratli bo'lmagan bo'lsa, bu yerda bir-birlab yoki jup bilan o'zaro qo'shqili bo'ladi. To'plab formula bo'yicha hisob chiqarib bo'ladi. Bu yerda kvadrat bo'lganlikdan endi nima qilamiz deganda biz daraja to'g'rish degan formula bor bizda. Sinus kvadrat alfa teng 2dan 1 minus 2dan 1 kosinus 2 alfa deb yazılıb oldu. Yoki argument 2 kesilindi, dərəcə tövləndi. Demək, sinus kvadrat x üçün yoki biz bu yerdə 2'den 1 transfer çıxartsak 1 minus kosinus 2 alfa deb yazılıb oldu. Mən köp halətdə oturqi tenglik paydalman. 2'den 1 elinğən 2'den 1 kosinus 2 x boldu. Argument 2 kesilindi, qo'shilgan 2'den 1 endi sinus kvadrat 2x üçün paydalman. Qaytadan 2'den 1 qo'shilgan keçirsə elinğən 2'den 1 kosinus argument 2x bo'lsa 4x deb yozildi. Minus bo'lgan holatda bayqash kerak. Minus 2'den 1 plus 2'den 1 bo'lib ketadi. Kosinus 6x teng 2'den 1 elinğən 2'den 1 kosinus 8x bo'ldi. 2'den 1 qo'shilgan 2'den 1 minus 2'den 1 plus 2'den 1 minus 2'den 1 0 qisqaradi. Tenglikni her şekilde plus 2'den 1 bilen bu 2'den 1 özara 0 qisqaradi. Bizde qalğani minus 2'den 1 kosinus 2x minus 2'den 1 kosinus 4x plus 2'den 1 kosinus 6x teng minus 2'den 1 kosinus 8x. Yani bir-birlep 2 köpeyt berey. Şu min boldu.
minus kosinus 2x minus kosinus 4x plus kosinus 6x bir ten minus kosinus 8x bolu. Son tarafı ötüzde. Şu çada kosinus x'ni alırız koy. 8x minus kosinus 2x plus kosinus 6x yazay. Minus kosinus 4x ten 0. Yani kosinus fonksiyonunu aldığım formülda kosinus alfa minus kosinus beta den form paylansam 2 sinus deb başlandı. Alfa plus beta argumentleri qo'shib ishlayapmiz 5x andan keyin sinus beta minus alfa bölüngen 2. Yani eksince 2x'ten 8x ise minus 6x. Sinus ortak funksiya minus 6x 2 bölünsem minus 3x. Yani qo'shilgan 2 kosinus 6x 4x qo'shsam 10x bo'ldi. 2 bölünsem 5x. Andan keyin sinus 4x'in 6x alsam minus 2x 2 bölünsem minus x ten 0'a. Bu yerde bu minuslarını koefficientini aldığa çıkarttık gibi oldu. Eki sinus da funksiya. Şurada minus 2 sinus 5x sinus 3x minus 2 kosinus o geçirsemedi sinus diye. Sinus 5x sinus x ten 0 oldu. Andaki minus bir-birlep köpeyip etkili oldu. Şu çağda minus 2 bölüydey. Çünkü aldaki minus 2'leri kullanma. Şu çağda sinus 5x sinus 3x plus oldu. Sinus 5x sinus x ten 0. Sinus 5x'in transfer çıkarımız. Bizde kalır sinus 3x koşulgan sinus x ten 0. Ayrı 0 tanıştırımız. Sinus 5x ten 0 bolsa bir 5x ten pi n boldu. X ten pi n bölüngen 5 boldu. Bir yerden sinus 3x koşulgan sinus x ten 0'daydı. Bu netren funksiyaların koşulması köpeyden türedirme. Bu 2 sinus bir yerde mende boldu. Argumenti koşmuş biletsem 2x kosinus x ten 0. Ayrı 0 tanıştırsak bir yerde sinus 2x ten 0 bolsa bir yerden cevabı 2x ten pi bölüngen pi n bir yerden x tip üçün pi n'ni bölümümüz qanchaga 2'ga. Kelesi bizde kosinus x ten 0 çıkdı bir yerden ikincisi. Evet. Kosinus x ten 0 bol. Ben x ten pi bölüngen 2 qo'shilgan pi n. Endi qaranglar, bir yerda pi bölüngen 2 pi n bölüngen 2 bo'ldi, hassilik bo'ldi. Yoki bölgüç bo'ldi. Bir yerda hassilik mana. Shuning uchun javobi bizda bo'ldi. Pi n bölüngen 5 pi n bölüngen 2 n tavluq z deb ipetsek bo'ldi qatmasini. Kelesi bizde bundan hesap sinus x köpeyden kosinus x köpeyden kosinus 2x köpeyden kosinus 8x eleman 4'ten 1 sinus 12x ten 0 deydi. Bu yerda aldı bilen birinci bu ifadedeki birinci asarını türlendirebilişim gerek. Qaranglar sinus x köpeytilgan kosinus x köpeytilgan kosinus 2x köpeytilgan kosinus 8x deydi. Bu yerda men sinus x bolsa qaranglar buni surati bilan 2 ko'paytib ham 2 ga qo'yday bölüp o'tay. Yani birinchi 5 3 ta ko'paytdik 3 bizga mana form berdi. Bu sinus 2x ni berdi. Yani ko'paytirilgan kosinus 2x kosinus 8x maxrajda qancha bor? 2 bor. Yani qarang argumentlar bir xil. Yani formula kelishini aldığı 2 yetmeyotdu.
Demek 2 köpeytme. Məxirci 2 köpeytse məxirci 4 bu gidiyor. Ana qaran bu bize yeni form berdi. Bu sinüs 4x degan form berdi. 4x köpeytilgen kosinüs 8x bölüngen ana qaranlar. Yani bizga form berdi. Məxirciga 4ni ösüp içe köçürme. Yani bunu biz 4'ten 1 dep alda çıkartıp ifadeni qeşiği yüz qo'ysak bo'ladi. Demek mening bo'ldi 4'ten 1 sinus 4x kosinus 8x elingan 4'ten 1 sinus 12x teng 0 dedi. Endi sinus 4x bilan kosinus 8x köpeytilen formül var. Yani sinus alfa köpeytilen kosinus beta degan formül paydolanma. Bunun davamı qanday oldu? 4'ten 1 köpeytilen 2'den 1 oldu. Ondan keyin bizde tırnak iç oldu. Sinus argumentini qo'shib 12x minus sinus argumentini evetsem minus 4x bu qoldi. Minus 4'ten 1 sinus 12x üst köçürme teng 0'ga. Köpeytip her birisi içide meydana 8'den 1 sinus 12x geçirse kısmını kapma. Sinus da funksiya minus aldı çıktı plus oldu. Qo'shilgan 8'den 1 sinus 4x elingan 4'ten 1 sinus 12x teng 0'ga bo'ldi. Endi biz o'xshashgan yig'ishtiraylik. Shu chaqda bizda bo'ldi minus 4'ten 1 plus 8'den 1 minus 8'den 1 sinus 12x qo'shilgan 8'den 1 sinus 4x teng 0'ga. Endi minus 8'den 1'ga bölüytey. Şu çağda mende sinus 12x elingan sinus 4x teng 0'ga. Şu funksiyani qo'shib bu yerda formani qo'shimchasini ko'paytiradigan forma paydolanma. Shu joyda 2 sinus argumentini qo'shib argumentini elib 2 bölüymiz bu yerda. Elib 2 bölütsek bizde 12'ga 4'ni bölsek 8, 2 bölsek 4x kosinus argumentini eksince qo'shib 2 bölüymi? Mende bo'ldi bu yerda 8x teng 0'ga. Andaki ayırma 0'ni tanıştırma. Uyuqni yeyishni o'zinglar bilasizlar. Shunday hurmatli do'stlar, bugungi bizning sizlarga darsimiz oyoqlashdi. Barlar diqqatingizga ko'p rahmat.